Assalomu alaykum hammalarga. Biz yana mana keyingi zakazlarimizni olib keldik. Bu o'zimizni Shirmonbuloqqa. Bu yerga 2 teshik, 2 ta o'rnatdik. MDFdan ikkovi ham bir qanotlik. Hop, razmerlari keladigan bo'lsak, eshigimiz razmeri eni 90, bo'yi 2.15. Derazamiz eni 1.30, bo'yi 1.45. Karashniy sveti qalinligi 0.8 MDFdan bo'ldi. Hop, puli 5 million 400 ming so'mga osha-mashok, zamok, hamma narsasi bilan tayyor holat olib kelib o'rnatib berdik. Dollarga chaqsanglar $430 pul bo'ladi. So'mga 5 million 400 ming so'm. Buning ichida osha-mashok, zamok, oynalari olib kelib uстановка berishigacha. Mana bu ko'rib turganinglar ipi. Tepadan pastdan belidan tortdik. Buni devor atkozini tekis chiqargani, hali devordan kirib chiqib qolmaydi. Tekis o'rnaydi. Shuni hisobiga ip tortib oldik. Xo'p, endi bunimizni zamoylari. Zamoylari yaxshi zamok qo'yilgan, millioniy. Yaxshi zamok, garantiyali, ishonchli. Ertaga kelib buzilib qoladigan narsa emas, ishonchli narsa. Osha-moshig'imiz 4 tadan. Buni rangini ham zamokka podsvet qilib qo'ydik. Hop, ochilib yopilishi. Xudo xolos ishlarga hammasiga garantiya bor. Garantiya beramiz albatta. Romlarimiz o'rtadan ochiladi. Bittadan ko'zi, 3 ko'zlik. Hop, endi bunimizni agar mana shu holatda 2 teshik 2 to'ron bo'lib, razmerlari kattaroq bo'lsa, puli sal qo'shiladi. Shtugu shu bo'lganman, razmeriga qarab puli chiqadi bularni. Xohlasanglar arzonroq desanglar, bular 0.6lari bor. Bu qalin 0.8 dan bo'lgan, korobkasi ham 10 ga 4.5lik. Ishimizga garantiya beramiz. Agar o'rnatganimizdan keyin o'zgarish bo'lsa, telefon qilaverasizlar, borib ligirovka qilib beramiz, lekin inshaalloh shu mahalgacha hech kimda o'zgarmadi. Hammaligini qilyapmiz. Zakazlar bo'lsa 99lik 607 69 00 damiz. Akfa MDF yog'och hammasi bor. Telefon qilaverasizlar. Karashniy, mokriy, seriy har xil rangidan bor, tanlab qilib beraveramiz. Yoqqan fasonlarda aytasizlar. Inshaalloh kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab ham yasab beramiz. Vodiy bo'ylab o'nli dastavka ustanovkalari tekin ichida qilib beramiz. Объемga qarab narxini kelishamiz. Salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar.